Men Solixonova Sanobar, Rishton tumanidan Madirna klinikasiga keldim. Dekabr oyida shu Madirna klinikasida ishlaydigan Qahramon aka shifokorga uchrashdim. Keyin u bilan gaplashdim. Shu burun septoplastika operatsiyasini qilishni tavsiya qildi. Va shu 10-dekabrlarga operatsiya qilindi. Muammoni ham tushuntirib berdingizki, burundagi qanaqa holatda hozir darajada qanaqa ko'rib tekshiruvlar qanaqa bo'ldi? Tekshiruvlar shu burun qishiqligini, burun bir taraf o'ng taraf qishiqligini aytdi. Shu nafas yetib bormasdan, o'sha miyaga kislorod yetib bormasdan bosh miya og'riyotganligini shuni tushuntirib berdi. Agar shu burun nimasini suyagini to'g'rilasak, nafas olishlar osonlashishini, bosh og'riqlari, keyin gripplar cho'zilmasligini, gaymerit ko'p bo'lardi. O'sha bo'lmaslik shunaqalarni. Gaymeritdan bo'lgansiz oldin. Ha. Necha marta bo'lgansiz gaymerit? Bir martami, ikki martami? Har kuzda shu gaymerit bilan yuvdirib shunaqa bo'lardim-da. Tez davolatib, boshim tez og'riyardi. Men bog'liq ekan, bo'lishga sababchi bo'lar-ekanda shu burun to'siq. Ha, bosh miya og'rib, gaymerit bo'lib ko'p nima bo'lardim. Gaymeritman deb yuraverardim. U o'sha nima suyak to'sig'i bo'lib, gaymerit emasman ekan. Shu o'ng taraf to'siqlik uchun shu nima o'ng tarafdagi nima gaymerit bo'shlig'iga iring to'planib, shu nima bo'laverardi ekan. Nafas o'tmaganmi? Ha, nafas yetish bo'lmasdi ekanda. O'tmasdi ekan. Keyin og'zimdan olardim nafasni. Tomog'im og'rishlar. Ha, anginalar tez har haftada nima bilan so'radigan dorilar bilan turardim. Tez nima yutinsam og'rib, angina nima bo'lardi-da. Demak, shunga tasdiqlar ekan. Keyin doktorimiz nima deb tavsiya berishdi? Doktor shu Qahramon aka ko'ringandan keyin shu operatsiyani shu suyagini to'g'rilaganimizdan keyin bu muammolar bo'lmaydi dedi. Keyin necha kun davom etdi? Qanchada javob berishdi sizga? 10-dekabr kuni operatsiya bo'lgan bo'lsa, antibiotiklar oldim. Uzoq 3-4 kunda javob bo'ldi, uyga ketdim. Tana holda nima bo'lgan? Ha, sharoitlari ham yaxshi ekan. Xonalari yaxshi, talabga javob beradigan. Medsestralarchi cho'kmayapmishmi? Medsestralari ham hammasi xushmuomala, chaqqon, ishlari yaxshi ekan. Rahmat etamiz hammalariga, doktorlariga. Doktorimiz yaxshi muomala qildimi? Ha, Qahramon aka, rahmat. Oqyapsizlar hozir. Qahramon akaga. Qahramon aka haqiqatda yaxshi shifokor ekan. Menga tavsiya qilgan nimalardan ham ko'proq nima oldim. Albatta tavsiya beraman. Mana men o'zim boshimdan kechirdim. Mana shu nima qiynalib boshim og'riyardi, shu nafas olishga qiynalardim, og'zimdan nafas olardim. Shuni holatlar Allohga shukr, mana shunaqalar bartaraf qilindi.